Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah subhanahu wa ta'ala Rabbil alemin'e maqtovlar, hamdu sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli jamoat. Qo'limda janoza qog'ozi turibdi. Ertaga 26-fevral bomdod namozida ekan, Imom Azamda, buni madrasadagi masjidimizda janoza bor deyapti. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamda bir hadis. Ana Abi Hurayra radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qala man asbaha minkum al-yawma sa'iman. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ertalab so'radi. Sizlarda ichingizda kim bugun roza tutgan holda tong ottirdi dedi. Kim rozador dedi. Qala Abu Bakr ana men degan. Abu Bakr radhiyallohu anhu men bugun roza tutgan holda tong ottirdim dedi. Qala faman tabi'a minkum al-yawma al-janazata. Sizlarning ichingizda qaysi odam bugun janoza namoziga borib qatnashdi dedi. Qala Abu Bakrin Abu Bakr radhiyallohu anhu men dedi. Qala faman at'ama minkum al-yawma miskinan. Sizlarning ichingizda kim bugun miskinga ovqat berdi, taom berdi, miskindan xabar oldi dedi. Yana Abu Bakr radhiyallohu anhu men deb javob berdi. Bu yana mayli oxirgisini o'qib qo'yaylik. Shu bir narsani sharhlaydigan shoshilib ketasan, hammasini tushuntirib o'rging keladi. Xuddi ya'ni o'zing tushungandek. Faman ada minkum al-yawma maridan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sizlarning ichingizda qaysi odam bugun kasalni ziyorat qildi dedi. Qala Abu Bakrin Abu Bakr aytdi men dedi. Men kasal ziyorat qildim dedi. Majtama'na fi imri'in illa dakhala al-janna rawahu Muslim. Qaysi odamda shu 4 sifat topilsa, so'zsiz jannatga kiradi dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qaysi odamda shu 4 narsa topiladigan bo'lsa, shu odam jannatga kiradi dedi. Yana bugun ertalab Ayyub masjidida bomdod namozida janoza o'qildi. Ertalab men mana jamoatga o'qib berdim, janoza o'qiladi ekan Imom Azam madrasa masjidimizda. Biz Ramazon oyidamiz, hurmatli jamoat. Ramazon oyida men o'ylayman, bu yerda hammamiz deyarli roza tutyapmiz. Illa uzringlar bo'lib kasal bo'lmasa, muqimmiz hammamiz. Roza tutyapmiz. Ramazon oyida qo'shimcha ibodatlar ko'payadigan oy. Masalan, har kuni o'qib turgan namozimizga 20 harakat namoz qo'shilib qoldi. Har kuni qilayotgan, o'qiyotgan Qur'onimizga Qur'on qo'shilib qoldi. Xuddi shuni singari. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam karihin mursala Ramazon oyi kelganda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'ta ham ko'p ehsongo'y bo'lardi dedi. Bu hadisga tushish uchun nima qilamiz desa, biz hammamiz rozadarimizmi? Saharlik qilgandan keyin janozaga qatnashsangiz, ikkita sifat bo'lyapti, ikkita sifat qolyapti. Bo'layotgan sifat nima desa, roza tutdik. Bomdodni qayerda o'qidik desa, jamoat bilan borib turib, janoza bo'ladigan joyda bomdod o'qidik va janoza o'qidik. Bir kasalni ziyorat qilsa dedi. Kim kasal ziyorat qildi dedi. Demak, biz kasalni ziyorat qiladigan bo'lsak va shu kasal agar faqir, miskin bo'lsa, kasalni o'zi bilan nihoyasiga yetkazsangiz bo'ladi. Ham kasalni ziyorat qilasiz, ham shu kasalga ozgina ehson qilib qo'yasiz. Mana dori qo'lingizgami deysiz, 500 so'm, 1000 so'm yo pul berasiz yoki unga nima bir hadyangizni berasiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam va biz Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning va'dasiga ishongan u kishining ummatimiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam majtama'na fi imri'in illa adkhalahullohul janna. Qaysi odamda kim bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi odamda shu 4 sifat topiladigan bo'lsa, Alloh taolo o'sha kishini so'zsiz jannatga kirgizadi degan payg'ambarimizning muborak bashorat hadislari bor. Keyingisi buni biz jamoatga o'qib berdikki, kana ajwada ma yakunu fi Ramazon. Ramazon oyida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam juda ham qo'l ochiq bo'lib ketardi. Iftor berishlik masalasi bor, hurmatli jamoat. Iftorlik berishlik, man fattara soiman. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qaysi odam bir kishiga rozador odamga iftorlik qilib bersa, la yanqusu degan. Buni ajridan kamaytirilmagan holda unga rozani savob olib beriladi deyapti. Bir kunlik rozani tushuntirib beraymi sizlarga? Bitta odam uzursiz rozasini ochib yorsa yoki uzursiz Ramazon oyida rozani tutmasa, o'sha kundan o'lguncha tutgan rozasi ham shu kunga to'g'ri kelmaydi deydi ulamolar. Ramazonni 16-chi, 17-chi, 3-chi, 5-chi rozasini uzursiz tutmadi yoki uzursiz ochib yorsa, o'sha kungi rozani o'rniga kelmaydi. Bitta qazo tutib berishi mumkin, lekin o'rniga kelmaydi.
Ammo qaysidir odam bir kunlik ro'zasida ayoliga qo'shilib qo'ysa, uzmasdan 60 kun tutish kerak bo'ladi. 57-kunimi, 48-kunimi ro'zani uzib qo'yadigan bo'lsa, qolgan nafil bo'ladi-da, yana birinchi kundan boshlab tutish kerak bo'lib qoladi. Demak, bitta ro'zamizni bu tarafdan qarasangiz, bir umrga to'g'ri kelyapti. Ikkinchi tarafdan qarasangiz 60 kunga to'g'ri kelyapti. Uzmasdan tutadigan ro'za. Nimaga desa, qaysi odam fi nahari Ramazonning kunduzida ayoliga qo'shilib qo'ysa, o'sha odam 60 kun ro'za tutish kerak. Shahroyni, 2 oy to'liq ro'za tutish kerak. Bu bir kunlik ro'zamiz nimasi? Fazilat yoki 2 oy yoki bir umr deydi ulamolarimiz. Shu kunda o'rniga bir umr tutib bersa ham nima qilmaydi? To'g'ri kelmaydi. Demak, ro'zadorning ajri ulug' deganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam man fattara soiman kana lahu mithlu ajrihi. Bitta odamga iftorlik bersak, ya'ni bir qiziq joyi bor. Iftorlikni boyga bersak ham bo'laveradi. Faqirga, miskinga bersak ham bo'laveradi. Ibodatlarni jamlasak ham bo'laveradi. Ancha paytdan beri urushib qolgan do'st, tanish, birodar, falonchi, qistonchi bo'lsa, iftorga chaqirib qo'ysak, iftorlik ham beryapmiz, do'stlikni ham to'g'rilab qo'yapmiz, o'rtadagi shaytonni ham haydab yuboryapmiz. Qavm qarindosh, amma hala, tog'aji ham, mahalla ko'y, qo'shni, yo'li ko'p, kimmandir, qaysidir muomalani bog'lash kerak bo'layotgan bo'lsa, iftorligi dasturxonga chaqirib berib yuborish kerak. Nimaga desa, zakotda Alloh taolo bog'lab qo'yibdi. Innama sadaqatu lil fuqaro'i val masakin deb 8 odamni Alloh taolo sanab qo'ydi. Iftorni chidaydi, iftorni xohlagan odamingga ber dedi. Ularda ajri kamaymagan holatda sizga savoblari keladi dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hasan hadisda. An Sahl ibn Sa'd radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qala inna fil jannati baban yuqal lahu Rayyan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, Sahl ibn Sa'd radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinganda, jannatda bir eshik bor, uning ismi Rayyandir. U jannatda eshigidan faqatgina ro'zadorlar qiyomat kunida nido qilinadi va ro'zadordan boshqasi kirmaydi. Yuqala ayna as-soimun. Ro'za tutganlar qani deb Alloh taolo chaqiradi deyapti. Ayna as-soimun. Ro'za tutganlar qani? Fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum. Ular o'rinlaridan turib Rayyan eshigidan kirishadi. Kiraylik nasib qilsin. Qo'rqmasdan amin derish kerak. Boshqa eshiklardan ham kiringlar, bismillah. Rayyandan ham kira olaylik. Jannat 8 eshigidan Abu Bakr chaqiriladi. Fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum. Ulardan boshqasi kirmaydi. Fa iza dakhalu, kirib bo'lganlaridan so'ng zamon jannatni eshigidan Rayyandan faqat ro'zadorlar chaqiriladi deydi. Musulmon odam shu g'aybiy masalani har bir aytganda iymon keltirish kerak-da. Ro'zador chaqiriladi. So'ngra fa iza dakhalu ughliqa deyapti. Ro'zadorlar kirgandan keyin bekitib qo'ylar ekan. Bo'ldi, ochilmaydi, qaytarib. Faqatgina ro'zadorlar kiradi deyapti. Keyingisi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytdilarki, lis-soimi farhatan. Ro'zador inson uchun ikkita xursandchilik bor. Ko'ngil boradigan bitta joyimiz bor. Ro'zador inson uchun ikkita xursandchilik bor. Lis-soimi farhatani yafrahuhuma. O'sha ikkala paytda ro'zador xursand bo'ladi. Birinchisi farhatun aynda iftarihi. Qaysi paytda? Og'zini ochgan paytda. Nuqtasi nima desa, nuqtasi esalomon ovqatiga, ating o'chkir sigaretiga, manosiga yetib olganligi uchun emas, ro'zani yetkazib olganligi uchun. Ikkala so'zda farq bor. Esalomon yetib olganligi uchun emas, ro'zani to'liqlab qo'ygan uchun. Yana 1 soat qo'shib bersa 1 soat tutar edi. 3 soat qo'shib bersa 3 soat tutar edi. Ro'zani yetkazib yana bitta ro'za qo'shilganligi uchun xursand bo'ldi. Va farhatun inda liqo'i robbih degani qiyomat kuniga borganda yuzi yorib Xudoning yanida men ro'zadorlarning safidanman deb Allohning huzurida ham xursand bo'lar ekan. Lekin bitta nuqtasini aytadi ulamolarimiz. Lis-soimi, ro'zador degani kim desa, bergi hadis bilan bog'laymiz deydi. U qaysi hadis desa, haqiqiy ro'zador kunduz yolg'on gapirmaydi degan. Endi kunduz yolg'on gapirmasa, kechasi ham yolg'on gapirmash kerak o'zi aslida. Kunduzi ham, kechasi ham yolg'on gapirmasa, shahodat huzurini qo'ymasa, shariat aytganday ro'za tutgan bo'lsa, keyin xursandchilik bo'ladi deydi. Nimaga desa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bekarchi gapini qo'ymagan, yolg'on gapini qo'ymagan, shahodat huzurini qo'ymagan. Fala hajata lillahi ayda ta'amahu va sharabahu. Och qolishdan bunga qanday foyda bor? Xudo uchun buni tutgan ro'zasidan foyda yo'q dedi. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni tutayotgan ro'za, qilayotgan ibodatlarimizni uzun dargohida qabul qilsin. Hurmatli jamoat, boya mana tahorat qilayotganda bir narsa esimga tushib ketdi. Davlamiz shogirdi bor edi.
o'tgan yilimi, undan burungi yil adashmasam, Ramazon tugagandan keyin haligi nimani qilib, suv turadigan joyni qilib, da keyin Ramazondan bir oylardan keyin shu odam dunyodan o'tib qoldi. Mana bugun biz bomdod o'qigan janozamizda ham ozgina og'ritda dunyodan o'tib qoldi. Lekin o'sha odam qilgan quduqdan, shu suvni sababidan siz bilan men borib tahorat qilyapmiz, birodarlar. Sadaqa jariya degan narsa bor ekanda. Yaxshilik degan narsa bor ekan. Biz ham shu jamoatimiz ichida aniq shu yerda o'tirganlardan kimdir yanagi ro'zaga yetib bormaydi, balki ko'pchilik. Shu ro'zamizni chiroyli o'tkazaylik, keyingisini keyin o'ylaymiz. Hozirgi Ramazonni chiroyli o'tkazaylik. Shu buyiligi bo'layotgan Ramazon ro'zasini chiroyli o'tkazaylik. Uning uchun Alloh subhanahu va taologa duo qilaylikki, Alloh subhanahu va taolo "Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an." Subhan robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin.